Kabe'nin ishkiga ismi yozilgan Uyg'ur. 2020-yili Ramzan harpsida Padişah Abdulaziz Kabe'ni zinnatlash organi Makkilik dаңliq husnixat yozg'uvchisi Abdurahim Ibn Buxoriyning hayotidagi ko'zga ko'ringan va ta'siri hozirgacha davom qilayotgan bir qism ish izlari haqida doklad e'lon qildi. Dokladda uning haramdagi Kabe'ning oltin yopiqi va oltin ishkiga o'yilgan nafis xat nusxalarining bir qo'lliq loyihaligüchisi va yozg'uvchisi ekanligidan sirt hozirgacha bu qutlug' xizmatga qatnashgan yeshi eng cho'ng kishi ekanligi, uning bu xizmatni davlatni qurg'uvchi Padişah Abdulaziz Al Saud davridan buyon davomlashtirib kelgan yeshi eng cho'ng to'hpikor ekanligi alohida eskartilgan. Hazrati Ömer davrida Misr fatih qilingandan buyon Misr har yili eng qimmatli to'qilmalarni Hijozga yo'llab, har yili Kabe'ga yapadigan yopiqlarni uda ta'minlab kelgan edi. Biroq 969-yili Fatimiylarning Misrni ishg'ol qilib olishi va 1098-yili Ahli Salib qo'shinining Quddusni ishg'ol qilib olishidan keyin Misrdan keladigan karvon yo'li palash bo'lib, bu xil yopiq bilan ta'minlash an'anasi vaqtliq uzilib qolgan. 1187-yili 4-iyun Sultan Salahiddin Ayyubi Ahli Salibni mag'lub qilib, shu yili oktyabrda Quddusni qaytarib olgan. Bu chaqda Misr allaburun Abbasiylarning qo'liga qaytarib kelingan edi. Natijada uningga ikki haramning xizmatkori degan sharafli nom berilgan. Shundan beri Misr izchil Kabe'ni a'lo sifatlik yopiq bilan ta'minlab kelgan. Har yili Ramazondan burun Kabe'ning yopiqi to'liq almashtirilgan. Koni yopiqni parchalab har qaysi ellarning hukmronlari va mo'tivarlariga hadiya qilish odatimi hozirgacha davom qilib kelgan. Tolumu afsus 1925-yildagi Mahmal voqeasidan keyin Misrning Kabe'ni yopiq bilan ta'minlashi to'xtab qolgan. 1925-yili Haj mezgilida oshqun va radikal bo'lgan bir qism vahobiylar Mahmal karvini, ya'ni karvonga hujum qilib, muzika harom degan fatvo ostida hojilarni urib chalma-kesak qilgan. Mahmal karvini Kabe'ning yopiqlari qochilangan karvon bo'lib, oqibat bu voqea ikki davlat munosabatini buzib qo'ygan. Saudiya jamoatimi bu voqeadan mohirlik bilan foydalanib, Misrning 1000 yildan ortiq davom qilayotgan yopiq bilan ta'minlash imtiyozini bekor qilib, 1927-yildan boshlabla o'z oldiga yopiq ishlab chiqarish qo'yiga tushdi. Shundan beri Saudiya jamoati ko'p tirishchanlik ko'rsatish orqali oxiri utuqliq holda o'zining milliy korxonasini qurib chiqib, Kabe'ning yopiqini ta'minlash nishoniga yetgan. Bu jarayonda bir Uyg'ur izchil holda ularni mushkul vaziyatdan xalos qilib kelgan. Padişah Abdulaziz ibn Abdurahman Al Saud 1346-yilning o'ttirlarida Shayx Abdurahman Muzhir Husayn Ansorining taklifiga binoan 1346-yili milodiya 1927-yildan 1928-yillari Kabe'ning yopiqini ishlab chiqaradigan alohida to'qimachilik zavodi qurish to'g'risida buyruq tushirdi. 1928-yili ul selingan mazkur zavod kun seri remont qilinish va tadrijiy zamonaviylashtirilib, hozirgi ilg'or holatga yetib kelgicha Kabe'ning yopiqini yasash xizmatini izchil davomlashtirib keldi. Hijriya 1397-yili, milodiya 1977-yili Makkaning Ummul Jud rayonida bu zavod yangicha zamonaviy shaklda rasmiy qad ko'tarib, an'anaviy to'qimachilik va eng yangi avtomatik to'qimachilik uchun zamonaviy mashina bilan ta'minlandi. Ammo qo'lda to'qilgan an'anaviy jipak yopiqning san'at qimmati yuqori bo'lg'ashqa
qo'lda ishlab chiqarish usuli qisman saqlab qilindi. Natijada mazkur sharafli xizmat bir Uyg'ur o'g'liga topshirildi. Mazkur zavodda bir qancha bo'lim bor bo'lib, buning ichida eng muhim bo'lg'ini belvog' bo'limi, yopiq tikish bo'limi, bo'yoqchilik bo'limi, bosma bo'limi, avtomatik to'qish bo'limi, qo'lda to'qish bo'limi va alohida tajribaxona bo'limidan iborat. Bu zavodda Saudiya Arabistonidagi 200 dan ortiq layoqatlik va ilg'or tarbiyalangan qobil ustalar ömür bo'yi ishlab kelmoqda. Odatda bir qitimliq yopiqni bitirish vaqti taxminan 10 oy bo'lib, oltin, kumush qatorliq qimmatlik metallarning tannarxi yuqori bo'lg'achqa, har yili Ka'baga yopiq yepish va yasandırışqa taxminan 20 milyon riyal, ya'ni taxminan 5 milyon 334 ming Amerika dollari ketadi. Buxoriy nomini tavallik nomi qilib ishlatgan Abdurrahim Amin Abdullah Makkada Abdurrahim Imin nomi bilan tanilgan Uyg'ur bo'lib, u 1917-yili Makkada tug'ilib, 1998-yili vafot bo'lgan. U Ka'baning yopiqidagi husnixatlarning ijodiy yozg'uvchisi va Ka'baning oltin ishkidagi husnixatning yozg'uvchisi bo'lib, uning ismi ta hozirgacha ashu oltin ishikda namoyon bo'lib turmoqda. Abdurrahim Imin Hijriya 1346-yili qurilgan tunji yopiq zavodi bo'lgan Darul Kisvada kichik vaqtidan boshlab ishlab kelgan. Natijada u podshoh Abdul Aziz davridan buyanqi eng peshqadam ishchi bo'lib qolgan. U Hijriya 1350-yili, milodiya 1932-yili mazkur zavodning texnik boshlig'i bo'lib tayinlangan bo'lsa, Hijriya 1382-yili, milodiya 1962-yildan boshlab toki 1399-yili, milodiya 1979-yili pensiyaga chiqquncha zavodning vakolatchisi bo'lgan. 1979-yildan keyin u zavodning oliy maslahatchisi nomidagi yangi vazifaga tayinlangan. U yana Saudiya Arabiston bayrog'i uchun bir qo'lliq loyihalash va bezash xizmatlarini qo'shimcha qilgan. Ya'ni u xizmat jarayonida podshoh Abdul Azizning milodiya 1943-yili buyurtib yasatgan Ka'baning ishikining siziqlari va bezaklarini o'zi bir qo'lliq loyihalab qolmasdan, balki Saudiya Arabiston bayrog'ining siziqlari va bezaklarini bir qo'lliq loyihalab va bekitib bergan. Shunda qilib Saudiya Arabistonning qurg'uvchisi podshoh Abdul Azizning xos buyrug'i bo'yicha Ka'ba va uning ishikining muqovisining bezaklari va husnixat shaklini bir qo'lliq yezib bekitgan Uyg'ur o'g'li Hijriya 1399-yili, ya'ni milodiya 1979-yili podshoh Xolid ibn Abdul Aziz Ka'ba uchun yangi oltin ishik yasashni buyurgan chaqda oltin ishikning bezaklari va qo'lyozma uchurlarini sulus xat shakli bo'yicha utuqliq ishlab chiqdi. Bu shahona xizmati uchun podshoh uning qandoq talabi borligini so'raganda, u darru o'z ismining podshohning ismi bilan birlikda Ka'baning ishikiga putilishini talab qildi. Natijada uning ismi ta hozirgacha Ka'baning yopiqi va oltin ishikida namoyon bo'lib turmoqda.